Aka uyni to'pli pol qilganmiz. Lekin oynalarimiz vitrajli bo'lgani uchun umuman radiator qo'ya olmadik. Endi oynalar parlanib ketyapti. Shunga nima yechim bera olasiz? Radiator ham qo'ymagansiz, to'g'rimi? Radiator qo'ymaganmiz. Buzib qo'yadi. Bu uyni buzib qo'yadi unda. Mana shu tema rosa aktualniy bo'lib ketdi. Chunki hozir hamma uyni high-tech remontlar qilyapti. Oynalarini pastgacha qilib qo'yishyapti. O'tga radiator qo'ya olmaysiz. Montaj qilsangiz juda xunuk ko'rinadi. Buzib qo'yadi uyni. O'shaning uchun bu yil trendga chiqqan narsa внутрипольный konvektorlar bo'ldi. Mana chiroyliligini qarang buni. Buni hozir anaqada ekranda ko'rsatamiz bir nechta variantlarini. Dizaynlarga, hozirgi dizaynlarga shunaqangi chiroylilar chiqib ketgan. Uni o'rnatganingizdan keyin polizdan bir xil tekislikda bo'lib turadi. Hech qanaqasiga oynani to'smaydi yoki pardani chetga yig'ishtirish kerak bo'lmaydi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Birinchi sababi bu dizaynni buzmasligi, interyeringizni chiroyli qilib turishi. Okey, bu o'zi qayerda ishlab chiqarilgan? O'zimizda ishlab chiqarilmaganmish qilib? Yo'q, bizaniki rossiyskiy. Hammasi mana zavodskiy narsa doim pasportlari bo'ladi. Agar parametrlari bo'ladigan bo'lsa, mana qancha issiqlik berishi, nima qilishi hammasi ko'rsatilgan. 10 yildan hozir masalan shularga kafolat beryapmiz. Hop, bu agar 10 yil ichida mabodo nimasi ketib qolishi mumkin? Nimasi buzilib qolishi mumkin? Issiqlik bermay qoladimi? Bu issiqlikni qanaqa beradi o'zi aslida? Xo'p, buni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana buni issiqlik beradigan plastinkalar bor, elementlari bor. Issiq suv shu yerdan yuradi. Podacha apparati kranlari bu yoqdan ulanadi. Buni issiqligini bu pol bilan bir xil urinib turadi-ku, issiqligini tepaga haydab berish uchun maxsus ventilyatorlari bor. Bu ventilyatorlarning katta kichikligini konvektorlarimizning katta kichiklik razmeriga qarab turib ventilyatorlarni ham tanlasak bo'ladi. Demak, mana bu radiatorchalari issiqlik beradi. Xuddi shunaqa. Ventilyatsiya buni haydaydi. Pastdagi issiqlikni tepaga, xonaga haydab beradi sizga tepaga. Shuni hisobiga oynalar parlanmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xo'p, buni elektronniy varianti ham bormi? Hop, bunga kotyoldan issiq suv keladi, to'g'rimi? Svet o'chsa bu ham o'chadi. Buni qanaqadir elektronniy kotyolga ulanmaydigan o'zi alohida respublika bo'ladigan variantlari bormi? Agar kotyolga ulanmasin desangiz, siz nimaga gazi, masalan, gazingiz o'chib qolsa, gazli kotyollarimiz o'chadi. Shunaqa payt elektrический kotyollar ulab qo'yishyapti hozir yoki propan ishlaydigan kotyollar bor yoki tverdo topливный kotyollar, benzinda yoki anaqada ko'mirlarda ishlaydigan kotyollar bor. O'shalarga ulab qo'yishyapti. Shu orqali sistemangiz issiq bo'ladi. Hammasiga ulanadimi bu? Hammasiga ulasa bo'ladi. Butun sistemaga ulasa bo'ladi. Sistemaga. Sistemani nimada isitish mumkin bo'lsa, qanaqa turdagi kotyollar bilan isitish mumkin bo'lsa, o'sha hammasiga to'g'ri kelib ketaveradi. Endi bitta sirini ayting. Bu nimasi buzilishi mumkin? Buzilishi mumkin bo'lgan joy faqatgina yagona narsada. Qadimgi bu yerda o'sha boy ichini ochib ko'rsatdik-ku, suv mana faqatgina shu yerdan yuradi, to'g'rimi? Buzilishi mumkin bo'lgan joy faqatgina shu. Endi ventilator bilamiz, bu mashinadami, uydami yoki konditsionerdami qanchadir vaqt kelgandan keyin bu narsa ko'kda ishlaydigan narsa. Vaqt kelgandan keyin hamma narsa buziladi. Buni yevropeyskiy bo'lsin, Xitoyniki bo'lsin yoki O'zbekistonniki bo'lsin bilamiz. Bizga kafolatda 10 yil deb berganmiz. Endi bu narsa 10 yil ichida balki undan ko'proq ham xizmat berishi mumkin. Yoki-da har xil напряжениyaning hisobiga, boshqa narsalar hisobiga kamroq xizmat berishi ham mumkin. Asosiy muammo kelib chiqishi mumkin bo'lgan yagona narsa hamma radiatorlarda bir xil. Suv tomishi mumkin. Ya'ni qatidandir suv tomishi mumkin. Faqatgina shunaqa xavfi bor. Qatdan bo'lsin desangiz, u o'sha zavodda payka qilingan, svarka qilingan joylardagina o'sha stiklaridan suv qo'yishi mumkin. Endi bu narsa balkim 20 yildan keyin suv qo'yib yuboradi. Balkim 30 yildan keyin, balkim sizlar meni umuman qardar. Bunga servis xizmati bormi? Albatta, agar shu suv tomsa servis xizmati bormi? Qanchadir muddatda? Garantiyaning ichida. Agar suv tomadigan bo'lsa bu narsadan, xuddi shu konvektorni полностью alishtirish shart emas. Xuddi shu qismini o'zini alishtirib, qolgan narsani joyida qoldirsa ham bo'ladi. Ya'ni polingizni yengitdan qazib olib, hamma joy remontingizni dabdala qo'llanmaydi. Katta xarajatga ham tushmaydi bu. Juda katta xarajatga ham tushmaysiz. Xo'p, aka, buni uyga necha gradus berilganiga qarab o'ziga gradus beriladimi yoki o'ziga alohida gradus bersa bo'ladimi? Alohida qilsangiz ham bo'ladi, umumiy qilsangiz ham bo'ladi. Qanaqa? Ya'ni agar siz bunga xuddi radiatorga o'xshab, radiatorlarni ham video qildik-ku, nechtasini obzor qildik. Oddiy kranlar qo'yadigan bo'lsangiz, radiatorni kranlar orqali ham boshqarishingiz mumkin. Kotyoldan kelayotgan issiqlikni o'zi, ya'ni kotyoldan 50 gradus bergan bo'lsangiz, bu yerda ham xuddi shu 50 gradus bo'ladi. Qolgan sistemangiz bir xil, hammasi bilan bir xil birgalikda 50 gradusda ishlab turadi. Endi buni masalan siz spalniyaga qo'ygansiz yoki qaysi xonaga qo'ygansiz, o'tda poteriya kam. O'tga haroratni pastroq qilib qo'yishingiz kerak. Bunaqa qo'yilgan joyda odatda doim xonalarga komnatin termostatlar deymiz, xona termostatlarini qo'yamiz. Endi bu xona termostatlari ham har xili bor. Wi-Fi da ishlaydigani, telefoningizga ulaydiganlaringiz, knopочный variant. Ya'ni byudjetniroq bo'lsangiz, byudjetniroq, premium bo'lsangiz, premium bo'ladi. Xonaga o'rnatasiz va bemalol mana xuddi shunaqa ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Baland past qilib xona haroratidan
boshqarsangiz bo'ladi. Siz bu yerdan o'zingizni o'sha xonangizni o'ziga kerak qulay haroratni berib qo'yasiz. O'zi o'chib, o'zi yonib o'sha gradusni o'sha berib turadi. Xuddi shunaqa. Buni butunlay xonada ishlamasin bu. Yoqmadi menga. Yoki hozir zarur emas. Hozir xonadagi teplik polni issiqligi yetadi desam, bitta knopka. O'chirib qo'yish mumkin? Bitta knopka o'chirdingiz mana bo'ldi işte. Yana xuddi shu knopkani yoqasiz, ishga tushib ketadi. Buni narxi necha pul atrofidan chiqadi? Necha puldan chiqadi? Xo'p, bular narxlari razmeriga qarab bo'ladi. Endi buni agar narxni bilishmoqchi bo'lsa, mijozlarga doim aytamizki, aniq o'sha razmerini bilish kerak. Keyin termosatlarni bunga podbor qilib beramiz. Bundan tashqari bunga kranlar qo'yishimiz mumkin. Podach apparatga kranlar qo'yilinadi, balkim kransiz variantlar bo'ladi. O'sha agar bizga smetani aniq bersa, qanaqa montaj qilmoqchi, o'shanga qarab narxini chiqarib beramiz. Umuman keyin donalab har bittasini sotib olmoqchi bo'lsa ham bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilsa bo'ladi. Hammasini hisob kitobini, skidkasi bilan, dastavkasi bilan aytamiz. Hop, eng kichkina razmerini narxini aytaylik hozir. Hozirgi payt narxi keladigan bo'lsa, 1 metrliklari, men standart razmer 1 desak, 200 dollar atrofida bo'ladi. 200 dollarga konvektor o'zi. Qolgan narsalar alohida bo'ladi. Hop, bunaqalarni ko'proq qanaqa uylarga qo'yishyapti? Hozir buni qo'yishayotgan joylar asosan endi bizda bilamizki, yangi narsa kirib kelsa, yangiga doim endi puli bor odamlar chiroyli uy remont qilib qo'yganda, ham dizaynga, interyerga qattiq e'tibor beradiganlar qo'yishadi birinchi bo'lib. Hozirgi paytda narx-navolar arzonlashib ketib qolganning hisobiga ancha narxlar arzonlashib ketdi. Oldin 1000 dollar atrofida edi. O'sha 1 metrlik narxning o'zi. Hozir ko'payib ketib qoldi. Rossiyskiylari bor, Yevropaning bir nechta davlatlaridan kelyapti. O'sha ko'pchilik qo'yyapti. Qanaqa qilyapti desangiz, o'sha vitrajli oyna qilgan xonadon borki, shundan qo'yadi. Chunki men hozir vitrajli oyna qo'yadigan bo'lsangiz, siz unga radiator qo'ya olmaysiz-ku. Radiator bilamizki, devorga ilinadi. Keyin podach apparatga kranlar bor yonida. U narsa juda ham endi chiroyli emas-da. Siz ani interyeringizga anaqa e'tibor berib, hamma joyi ani dizayn bo'yicha remont qilganingizdan keyin o'tga yo interyerni chiroyli hozirgi radiatorlardan qo'yasiz. Minimalizm. Ha. Yoki-da devorida turmasin hech narsa, xunuk buzyapti deydigan bo'lsangiz, hech narsa ko'rinmasin bo'lsa, aynan minimalizm bo'lsa, aynan minimalizmda mana shu narsa zo'r chiqadi. Chunki qaraganingizda xonada hech qanday deyarli hech nima ko'rinmaydi. Hech narsa ko'rinmaydi. Da. Isitish moslamalari ko'rinmaydi. Bilinmaydi ham. Okay, endi kuzatuvchilarni qiziqtirgan savol beraman. Bu ko'proq energiya iste'mol qiladimi yoki radiatorlarmi? Bu ko'proq effekt beradimi yo radiatorlarmi? Endi xo'p, qarang, buni radiatorlarni o'rnatgan uylarda o'rnatilmaydi. Ya'ni o'rnatsa bo'ladi o'zi aslida, lekin radiatorlarni masalan shu paytgacha qanaqa joylarda o'rnatamiz? Eski tipdagi binolar bor, to'g'rimi? Kvartiralar bor, boshqa joylar bor. Unaqa joylarda eski xonadonlarda, uchastkalarda, boshqa joylarda qo'yilmaydi. Domlarda ham masalan qo'ymaysiz. Buni qo'yayotgan joylar asosan yangi binolar, ofisimizdan yana bo'lishi mumkin. Juda ko'p mijozlar ko'p zakaz qilishyapti ofisdagi xonadonlarga o'sha vitrajli oynalar qilib qo'ygan joylarda. Buni qo'yganingizdan keyin teplый pol обязательно bo'ladi. Faqatgina o'sha binoni konvektori o'zida istaman deb men shu paytgacha hali bironta anaqani ko'rmadim. Shunaqa mijoz. Unaqa hali mijoz kelmadi. Unaqa obyekt hali chiqarganimiz yo'q. Hammasi обязательно interpolni konvektordan tashqari teplый polda bo'ladi bino isitish uchun. Bu qo'shimcha bo'lib qo'yiladi. Agar siz eski tipdagi binoga bunimi yoki-da anaqani radiator qo'ymaymikin desangiz, radiator effekti balandroq bo'ladi. O'sha panelli bo'ladimi, qovurg'ali bo'ladimi, uni issiqlik berishi balandroq. Demak, bu hamma yoqqa ham tushib ketavermaydi. Buni o'zini maxsus qo'yiladigan joylari bor. Bu hamma joyga ham tushib ketavermaydi. Endi agar masala o'rtada isitish bo'ladigan bo'lsa, radiatorlar hamma joyga qo'yib isitasiz. Agar maqsad faqatgina isitish bo'lsa, endi maqsad chiroyli qilish bo'ladigan bo'lsa, unda radiator hamma joyga ham qo'yib bo'lmaysiz. Uje hozir odamlarning ko'ziga yoqmayapti. Hozirgi zamonaviy dizaynga talabbor insonlarni qoshini qondirmayapti radiatorlar. Chunki haqiqatda unaqa joyda buzib qo'yadi biroz. Unaqa joyda faqatgina interpolni konvektorlarni qo'yasiz. Endi boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, buni issiqlikni o'zida pasportida ko'rsatilgan, shu yerda ko'rsatilgan issiqlikni berish uchun обязательно ventilyatorlar ishlab turishi kerak bo'ladi. Agar ventilyatorlarni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, kotelingizdan issiq suv kelyapti, lekin ventilyator o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, buni effektivnisi o'sha 100% lik effektivnisi berish kerak bo'lgan issiqligi 30% gacha pasayib ketib qoladi. Ya'ni 60% ga tushib qolmaydi, 70% ga tushib qolmaydi. Bir 30% ga tushib qoladi. 2 barobar issiqlik ancha-muncha cho'qilib ketadi. Buning uchun siz ventilyatorlari bilan yozilgan issiqlik yetmoqchi bo'lsangiz, ventilyatorlarni ishlab turish kerak bo'ladi.
radiatorlarimiz isitish bo'yicha ularda issiqlik berishi yuqori, keyin ularga ventilyator shart emas. Pasportda yozilgan issiqlikni shunda ham beradi agar unga sistema to'g'ri qilingan bo'lsa. Bu yerda ventilyatorlaringiz ishlab turishi kerak. Undan tashqari ventilyatorıngiz ishlamaydigan bo'lsa, agar u issiqlikni bera olmay qolasiz, ololmay qolasiz u issiqlikni. Buni ustiga suv to'kilib ketsa, to'kib olmaydimi? Yo'q, suv to'kiladigan bo'lsa hech narsa qilmaydi. Keyin bemalol buni orasini ochib, ayollar bizda birinchi o'ylaydigan narsasi chang to'lib qolmasmikan deyshadi. Bemalol setkani shunda ko'tarib, pilsos uchidan yechib turishadi-da. Shunda pilsoslar changlarni tortib, yana chiroyli qilib yopib qo'yishligi mumkin. To'kirib olib, yo'q, paqillab ketadi. Yo'q, chunki montajlar hammasi endi agar shu yerda ustaldan iltimos qilardik, o'sha hamma stiklarni chiroyli qilib ulab berishsin. Xona termostatlarni ulaydigan bo'lsak, stiklari ochiq qolmasdan endi buni ulaydigan yaxshi ustalarimiz bilishadi. Chunki hozir O'zbekiston santexnika ham ancha urinib baland bo'lib qoldi. Ko'p narsalarni yaxshi yechimlar berishyapti. Yaxshi montaj qilib berishsa, hech qanaqa xavotirli joyi yo'q. Shunaqangi santexnikaga oid qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Agar sizda yana savollar qolgan bo'lsa, narx-navosi bo'yicha qo'shimcha konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar, to'liq qilib tushuntirib beramiz. Endi sizga yana qanaqa savollar, qanaqa qiziq mavzularingiz bo'lsa, izohda yozib keting. Xuddi shu mavzuni keyingi videoda chiroyli qilib yoritib beramiz.